Shou biznesida katta yangilik. Feruza Normatova Instagram sahifasida turmushga chiqqani haqida xabar berdi. Alhamdulillah, men rozi bo'ldim. Biz Alloh uchun bir-birimizni tanladik, deya izoh qoldirdi. Bu xabar ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi va ko'pchilik aktrisani chin dildan tabriklab, unga baxt tiladi. Ammo oradan ko'p o'tmay aktrisaning fotihasi ham bo'ldi. Feruza Normatova to'y haqida postlar joyladi va bu jamoatchilikning diqqatini tortdi. Natijada unga nisbatan xilma-xil fikrlar bildirildi. Kimdir uning turmush o'rtog'ini, oilasi borligini ta'kidlab chiqsa, yana boshqalar esa aktrisaga baxt tilashadi. Shu o'rinda Feruza Normatova shov-shuvlarga chek qo'yish maqsadida quyidagicha munosabat bildirdi. Hamma menga yozib tashlabotdi, eringizni xotini bor, bolasi bor, siz kimdir oilasini buzgansiz. O'rtoqlar, mani erim uylanmaganlar. Ofitsiallik hech kimga uylanmaganlar. Zaxlari yo'q, hech qayerda to'ylari bo'lmagan. Men erimning birinchi qonuniy rafiqasiman. Ko'chada kim bilan yurgani yoki nechta farzandi borligi menga qiziq emas, deya ta'kidlaydi Feruza Normatova. Qaysi duolar